Assalomu alaykum. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni kutib o'tirgan hurmatli teletomoshabinlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Kayfiyatinglar qalay? Ha? Zo'r deyapti. Chunki bunchalar zo'rsan ko'rsatuv boshlandi deyapti. Shuning uchun ham zo'r bo'lyapti. Albatta, bizni ko'rib ko'zi quvongan muxlislar, biz sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Milliy kanalda qoling. Nomeradion intervyular hozir sizlarni kutib turibdi. Assalomu alaykum. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvini qadrli, ashaddiy muxlislari. Biz sizlar bilan yana bir kunda yaxshi kayfiyatda ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Biz ko'rsatuvni boshlaymiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Ketdik. Let's go bo'ladimi ingliz tilida? Yes. Gidiyorum bo'ladi-da turk tilida, bilasiz. Kayfiyat zo'r bugun. Совсем. Nima sababdan? Yerga beryapsiz buni? Yo. Bizning ismim Abbos. Bunchalar zo'rsan ko'rsatamiz. Siz ismingiz? Odina. Odina. Ruxshona. Ruxshona. Odiy, Ruxshon, menimcha bir-birini chaqirishga qanaqa? Точно. Sizga kimdir mana Odina oldingizda yo'q. Odina ismini aytsa, ya'ni bularni eslaganingizda birinchi qaysi voqea esingizga keladi bular bilan birga? Aytaveraymi? Ya! To'xta! Yaqin dugonamizlar? Ha, yaqin. Necha yillik? Endi 3 kun bo'ldi. O'sha kelbot. Voy, joningizga tegib ketmadim. Yo'q. Mukofotmi, jazomi dugonangiz? Mukofot. Mana, hozir nominatsiyalar qo'yamiz. Qani 100% dan necha foiz bo'lar ekan bular bir-birini. Telefonlarning parolini bilasizmi? Bilaman. Конечно. Yaxshi, hop, keyingisi. Eng ko'p qanaqa rangdagi kiyimlari bor? Qora. To'g'rimi? Burada. Bunday xuddi shunaqa. Eng oxirgisi ko'pchilik bilmadim nimagadir kulib yuboradi savoldan keyin. Eng ko'p ishlatadigan so'zlari. Tit qo'yib yuborishimiz mumkin. Mana, bir yig'ilib qolsanglar, ko'p gapiradigan kim va kim ko'proq eshitadi? Bu ko'p gapiradi, men eshitaman. Sabr tilaymiz. Dunyoning tashvishi bor-da. O'zi muammosini eshitsangiz elementar maydagina narsa, lekin katta qilib bir yig'ilib qolsanglar, yarim O'zbekistonni g'iybatini necha soatda bitirasizlar? Tugamaydi. Voy xudo. Keyin sessiyaga kelgan ustoz siz o'tmovdingiz temani birdaniga. Qaysi fakultetda o'qiyapsizlar? Biz kollejda o'qiymiz. Ha, kollejda. Kim bo'lish niyat? Fortepiano fakultetida o'qiymiz. Demak, bu bor, bu degani bemalol qo'shiq aytib bera olamiz. Ko'p gapirmadigandek qildinglar, tushundim. Marhamat, mana eshitamiz sizlardan. Yo'q. Eng yaxshi ko'rgan qo'shiqingiz kim o'zi? O'zbekcha ko'p eshitdim. Nima aynan? Eslolmadim. Eslamaysiz, mana ko'ryapsizlarmi? Oxirgi eshitgan qo'shiqni eslamayotgan qizlar. Ota-onamizga ko'pincha qizlar yaxshi ko'rishini aytasizlar, to'g'rimi? Hech dugonangizga aytganmiz, men seni yaxshi ko'raman, boringga shukur. Har kuni. Aytamiz. Bor narsani sabab nima? Ovqat olib bersam, qaysi payt aytasizlar? Любой payt yoqtiraman. Kelib qoladi. Yaxshi borsam. Qani bu savol sizgaringiz, yaxshi ko'rsangiz aytib so'rab qo'yishingizga. Men seni yaxshi ko'raman. Voy, jigarlar. Noilojlikdan quchoqlagan odam ko'rganmizlar, mana shu ko'raveradi. Tez savol bilan, tez qo'l bilan ko'rsatasizlar. Tayyorsizlar, ha? Kim bir yerga tegib ketadi? Sog' bo'linglar. Bunchalar zo'rsan deymiz 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Oq yo'l qizlar. Hozir Samarqandga keldingiz Toshkentga va Toshkentga kelishingiz bilan mana biz bilan gaplashib turibsiz. Ya'ni biz sizdan intervyu olib turibmiz. Kayfiyatlar zo'rmikan? Juda zo'r. A'lo darajada, to'g'rimi? Menimcha ko'rsatuvni tomosha qilasizlar va hozir ham amin bo'ldinglar. Seni yaxshi ko'raman degan so'zlar ko'p yangraydi. Siz mana juft halolingizga necha marta aytasiz kuniga? Mana shu gaplar. Kunigami? Har doim 24 soat. 24 soat rostdan. Ha. Gaplar to'g'rimi? To'g'ri. Hozir necha yoshsiz? Endi 35 ga kirdim. Uylanganingizga necha yosh? Necha yil bo'ldi? 11 yil bo'lyapti. 11 yildan beri sizga taxminan necha marta aytganlar? Sonini ayting mana. Uni hisoblasa barmoqlar yetmay qoladi-ku. Endi taxminan Kuni o'zim so'rab olaman. Nima ilyapsiz? so'rab olar ekanlar. Yaxshi. Uni aytsa qadri yo'q qolaymish. Kam aytish kerak emish. Barakasi uchadi. Ha. O'zi sevgi hissiyatlar qanday bo'lgan? Ota-onalarimiz uchrashtirib qo'ygan. Uchrashuv orqali, xo'sh, birinchi uchrashuvda turmush o'rtog'ingiz sizga nima sovg'a qildilar? Nima olib berdilar? Shirinlik, shokolad. Shirinlik, yaxshi. Birinchi uchrashuvda qaysi gaplari sizni e'tiboringizni tortdi? Hamma savollarimga javob bergan. O'zim qo'ygan shartlarimga rozi bo'lgan. Shunday chiroyli ayolga rozi. Birinchisida yo'q tegmayman deganman. Yo'q. Bu qayta sovchi jo'nataverib, oxiri rozi qilgan. Hozir birinchi bo'lib sevgi izhorini kim boshlab beradi? Men albatta. Albatta men. Sizmi? Kim ekan, ha? Qani ayting qani tanlash imkoniyatsizda. Обязательно men aytaman, bari erkak kishidan bo'ladi. Albatta, marhamat. Men seni sevaman jonim. Xasta bo'lma jonim,
xato bo'laman mendan oldin olma ishon o'lik bo'laman Men ham sizni yaxshi ko'raman. Juda ham zo'r. To'g'risini aytsam, meni ham havasim kelyapti. Mana shunday oilaga, baxtga erishish haqiqatan ham faqatgina e'tibor bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Shunday. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Kayfiyatda qalay? Yaxshi, rahmat. A'lo darajadami? Ajoyib. Bitta savolim bor-da. O'g'il farzanddan ko'ra mana sizlar otalar qiz farzandga ko'proq anaqa mehrliroq bo'lasizlar. Ko'proq erkalaysizlar. Shunday, chunki meni o'zimning ikkita qizim bor, ikkalasi ham mana shular. Aha. Juda ham yaxshi ko'raman. Bular mening davlatim. Ota bo'lish qanchalik sharafli. Uni til bilan izohlab bo'lmaydi. Juda chinakam baxt. Shunday. Biz mana baxt nimada, aka? Oilada, farzandlarda, ularning yutuqlarida. Bitta gap bor-ku mana, qaytar dunyo deydi-da, otaning ya'ni qanaqa muomala qilsak, farzand shunday qaytadi deydi. Sizga ham mana siz otangiz ko'rsatgan ehtirom, hurmat bilan qaytyaptimi? Shunday, shunday. Xuddi shunday. Demak, baxtli odam ekansiz. Shunday, rahmat. Men savol sizlarga qizlar, assalomu alaykum. Oxirgi marta qachon dadajonlik yaxshi ko'rishini aytdilar? Pul kerak bo'lgan vaziyatdan tashqari. Yaqinda tug'ilgan kunlari bo'ladi o'shanda aytdim. Men boshqa payt aytsanglar-mi bo'ladi? Aytaveramiz. Bo'ladi, pul kerak deb o'ylaydi. Xarakteri g'irt onasiga o'xshaydigan. Sevinch. Demak, ko'proq asabiysiz. Yangamdan qo'rqasizmi? Yo'q. Sochingiz nimaga oxirgi? Endi u bor. Yoshlandingda. Mana hozir mana qizlar oxirgi marta tug'ilgan kunlarda yaxshi ko'rishni aytgan ekanlar. Hozir mana dadanglarga nima uchun rahmat degan bo'lardinglar? Savol. Qizlarni katta qilganlari uchun. Aynan shunaqa dadaga farzand qilib bergani uchun. Boshqa dadalarga havas qilmaysizlar. Yo'q, dadam eng zo'ri deb o'ylayman. Hozir dadajon, men siz yaxshi ko'rgan ikkalanglar birgalikda ularni quchoqlab o'pib qo'yasizlar. Qani birga 1 2 3. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Qani? Ey dadajonim, bir baland tog'im dadam. Mehmon kelgan ekanlar, mana bunchalar do'stlar nasib qilgan ekanda, qani yaxshi inson ekansizlar. Nasib qildi bugun. Ko'rasizlarmi o'zi, ko'rsizmi? Har kun ko'ramiz. Yoqadimi? Ha, yoqadi. Ishqilib yangam so'rab qo'yman, siz birinchi muhabbatingiz kim edi deb? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Yanga endi so'rab ko'ring. Sog' bo'linglar. Bunchalar zo'rsan, 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Mana bolani tanidingizmi? Ha, nima ekan? Abbos. Yaxshi bolam? Yaxshi. Yaxshi. Uchta eng ijobiy va salbiy taraflarini ayting. Ijobiysi quvnoq. Salbiyrog'i bo'lsa pastak. Nima? Pastroq. Bo'yi pastroq. Abbos. Abbos, eshityapsizmi? Qandaysiz? Charchamayapsizmi? Uydagilar, bola chaqa hamma yaxshimi? Birinchi muhabbatingiz nima edi? Muhabbatim yo'q edi. Yalda bo'lganim. Yo'q, endi xudo xohlasa. To'y qachon? To'ymi? Akamdan keyin. Dardimiz bir aka. Keling, yonma-yon turaylik mana. Ukalar nomidan, "Ey insofsiz aka, sizlarga murojaat. Men yo'lni oching deyman, yo yo'ldan qoching deysiz, hamma. Hurmatli akalar, yo yo'lni ochinglar, Yo yo'ldan qoching. ana salomat bo'ling. Yo'ldan qoldirmaymiz. Bunchalar zo'rsan, 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Nima deysiz? Stop qilmaydi, ha? Nima dardinglar bor menga? Yo'q, xullas qarang. Abbosning 3 ta salbiy tarafi va ijobiy tarafini ayting deyapman. Ijobiy tarafingiz, siz pozitiv ekansiz. Salbiy tarafingiz bo'yingiz past ekan. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. O'zim pasaytirib yuribman-da pultdan. Shu ataylab mana to'g'irlab. Endi bitta gapda, o'zingiz uchun fakt aytaman sizga. Salbiy taraf u menga begona so'zda. Bo'ldi-da, men juda kamtar odamman. Bo'ldi, gap otmang. Juda kamtar odamman. Ikkinchi marta hozir gap otasiz. Abbosning gaplari yoki gap otishlari soxta bo'ladi. Hech qachon ishonmang. Abbosni rost gapirishiga ham ishonmang, rost gapirsa ham yolg'on gapirgan bo'ladi. Yo'q. Ha? To'g'ri. Siz rost gapirsangiz ham yolg'on Agar gapirasiz. sizga chiroyli qizlar, qaranglar. Ana yolg'on. Men bilib turibman, u yolg'on gapiradilar. Xuniydi demoqchilar bu bilan. Ishdan chalg'ityapti, ko'rdinglarmi? Men intervyu olyapman, sovdanmi buzyapsiz, qaranglar. U savdo bo'lmayapti sizda, Abbos. Assalomu alaykum. O'tinglar biz tarafga ham salomat bo'ling. Bo'pti. Xo'sh, mayli, davom etamiz. Yo'q, assalomu rostdan. Siqalatgan deb berasiz. Gap yo'q, bir yaqindan tanishaylik. Men siz Abbos, sizmiz? Sarvarbek aka. Sarvarbek aka, biz bunchalar ro'za ko'rsatamiz. Bilaman. Kayfiyat qalay o'zi aka? A'lo. Zo'r. Maktab davri bitta eslaylik. Hamma maktab o'quvchilarini hozir yoshligingizni sanamiz. Mana 14-yilda qizlar bilsangiz bir xil pul tashlashib bolalarga sovg'a berardi. Bir xil sovg'a berardi. Sheremehmi, bakal, muhimiyat bor. Va 8-marta bir xil pul tashlashardi. To'g'ri. Keyin bolalar tanlashardi. Men mamamga beraman, sovg'ani men mamam qizga beraman deb hamma bitta-bitta bo'laverdi. Siz kimga sovg'a berasiz 8-marta bayramida? Ismi nima edi? Diqqat savol, hurmatli bilimdorlar. Eslashtiraman xohlaymanda.
O'zi birinchi muhabbat bo'lgan, to'g'rimi? Hammada bo'ladi bitta. Bo'lgan. Qaysi sevasizmi? Yo'q. Sabab? Chunki eslashni ham xohlayman va ismini ham aytishni ham xohlayman. Xohlamaysizmi? Yo'q. O'zi ko'ryapti, oxirgi gapingiz nima unga? Baxtli bo'lsin, nima ham derdim. Sen baxtli bo'l, meni hech o'ylama. Mana endi xonandaman deysiz. Qani nima eshitamiz sizdan? Nigohing taftidan bitsam bayotim, ko'zingga termulib o'tsa hayotim. Sen jonim deganding, jonimni olding, so'nmas bahorni qalbimga solding. Oh bunchalar chiroylisan, mani jonim sanamjon. Oh bunchalar alamlisan, mani jonim sanamjon. Sizlar bu dardni eshitdinglar, bolam dardi og'ir. Bormi og'ir? Yo'q, ketdim. Salomat bo'ling. Bunchalar zo'rsan 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. O'zi haqiqiy do'st bitta bo'lish kerakmi, ko'p bo'lish kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Haqiqiy do'st albatta bitta bo'ladi. Bu yagona onamiz albatta. Va Alloh- O'zingiz bilan o'zingiz do'st bo'la olasizmi? albatta. Masalan, qanday? Dardlaringizni o'zingizga ishonib topshirasizmi yoki boshqalarga ham ishonib insonlar? Kimgadir aytadigan siringiz bo'ladi, lekin boshqaga aytishga odat qila olmaysiz-da. O'zingiz ichingizda qoladi. O'shanda o'zingizga o'zingiz Bu dunyoda dardsiz inson ham bormi? Nima deb o'ylaysiz? darsiz insonni o'zi yo'q bo'ladi bu dunyoda. Kuniga qancha pul sarflaysiz? Kuniga 100 mingdan oshiq. Minimum qancha sarflaysiz? Umuman hozirgi paytda faqat metroga ishlatyapman. Aha, yaxshi, xo'p. Deylik, baribir pulni otajoningizdan olasiz. To'g'rimi yoki onajoningizdanmi? Ha, ulardan olaman. Qanday sehrli gaplarni aytasiz? Uning uchun telefon qilaman, albatta salomlashaman va shu pulim tugab qoldi, ozgina tashlab beringlar desam bo'ldi. Bo'ldi, shuni o'zi kifoya, to'g'rimi? O'zlari tashlab berishadi. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Akajonim, qandaysiz? Yaxshi. Kayfiyatlar yaxshimi? Bayramlar bilan. Sog' salomatmisiz? Qandaysiz bu? Hayotda nima yangilik? Bugun tug'ilgan kunim. Bugun 33 bahorda qarshiladik. tabriklaymiz aka. Qariyapsiz, qarang. Albatta. Mana 33 yillik umr mana ko'z ochguncha o'tib ketdi-da. Shunaqa. Ha? Nimalar o'tdi mana bu kunlarni o'zingizga ayon-da, to'g'rimi? 33 yillik umringizni bir kitob qilib yozishsa, u kitobning nomi nima bo'lardi? Ilmiy yo'l degan Ilmiy yo'l. nima qilardim ha. Nimaga ilmiy yo'l? Chunki o'zim o'sha yosh talabalarga dars berib Ustozlik kasbi. Ustozlik kasbi. Salomat bo'ling, siz sharafli kasb. Qanchalik qiyin mana bir har xil xarakter, har xil odam, har xil muhitda katta bo'lgan insonlarga dars o'tish. Albatta qiyin, lekin hammasini o'sha psixologiyasini nima qilgan holatda, tahlil qilgan holatda hammasiga yechim topishga harakat qilamiz. Mana bolalik davringizni bir eslaylik, qanchalik sog'indingiz? Bolalik davr albatta sog'inib. beg'uborlik, kelamiz, tashvishsizlik. beg'uborlik, sho'xlik qilayotgan davrlarimiz, endi katta bo'lgan sarimiz albatta shu Aha. jarayonda sog'inamiz, albatta sog'inamiz. Ustozni shogirdlari, hozir mana ustoz o'zlari qanaqa bo'lgan ekan, hozir bilib olamiz. Men sanab o'tiraman, agar qilgan bo'lsangiz, qanday javob berasiz? Darsdan qochganmisiz? Bo'lgan. Bo'lgan. Ishkali bo'lgan menimcha, bolalar bilan. Bo'lgan. Aha. Ustoz bilan urushib qolish bo'lganmi? Yo'q. Unaqasi bo'lmagan. Lekin ustozlarni har doim, har vaqt hurmat qilib kelganmiz, Aha. albatta. Baho to'g'irlash bo'lganmi? Yo'q. Ikki-uchlari? Yo'q. Aldamang. Unaqa holat bo'lmagan. Ikki baho bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Nahot bitta ham. Yo'q. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Bo'lishi mumkin. Ismi nima edi? Sir bo'la qolsin. Ha, yangam. Albatta Yangam. turmush o'rtog'i mani birinchi muhabbatim hisoblanadi. Oxirgisi ham deydi. Yo'q, Oxirgisi ham. birinchi deysiz. Bitta bo'lsin, zo'r Zo'r bo'lsin bo'lsin, deydi. albatta. Ko'rsa emasman, men havas qildim. Ustoz mana siz dunyoga kelishingizga Xudoning sabab chiqmagan keyin siz ota-onangiz. Ta'riflab bering. Eng birinchi navbatda hayotdagi ustozim ham Muallim. nimam ham otam hisoblanadilar va eng yaqin insonim yonimda har doim yaxshi yomon kunimda turgan bu otam va oyijonim hisoblanadilar. Oyijoningiz. Mana ularga oxirgi marta qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Tug'ilgan kunlarda aytganman. Mana shu narsani hozir oynaga jahon orqali sizni tug'ilgan kuningiz lekin bugun, lekin ularni tabriklashimiz kerak. Qani marhamat. Qadrdonim, ota-onam, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Salomat bo'ling aka. Bunchalar zo'rsan. O'zi shu kunlarda ayollarni yoki qizlarni kayfiyatiga nima ta'sir qilyapti? Bahor? Bahor, yaxshi. Ha, albatta bahor. O'zi qaysi faslni har doim kutasizlar? Qishda va bahorda. Nega aynan qishni tanladingiz? Qishda chunki tug'ilganman va yangi yil, bayramlar. Necha yoshga to'ldingiz mana qishda? 20. 20 yoshga, birpasdagi. Vaqt qanchalik tez o'tyapti? Juda tez.
ko'z ochib yumguncha. 20 yoshingizgacha nimalarni qilishga ulgurdingiz? Eng katta nima orzularimdan biri o'qishga kirish albatta. Hozircha shu, yana maqsadlarim hali oldinda. Dangasa odatingiz bormi? O'zingizga yoqmaydi ekan. Yo'q, unaqa odatim yo'q. Asosan vaqt bilan rejimga tushib olganman, o'sha asosda ish qilaman. Sizda-chi dangasalik odatingiz bormi? Ha, biroz bor. Qaysi ishni qilishda har doim dangasa bo'lib qolasiz? Ovqat qilishda. Ovqat qilishda qizlarni o'sha eng har doim erinib yoki qiynalib qiladigan ishlar ovqat pishirish. Qaysi taomni pishirishda haligacha qiynalasiz? Yo'q, hozir qiynalmayman. Yoki pishirasiz? Ha. Yoki yoqmaydi pishirish? Yo'q, ba'zi yoqmay qoladi. Sizga yoqadi. Birinchi pishirgan taomingizni eslaysizmi? Osh bo'lsa kerak. O'zi taom mazali chiqish uchun nima qo'shish kerak, qanday siri bor? Ko'proq ziravorlar va ko'proq qovursa shirin chiqadi. Mehr qo'shish kerakmi? Albatta mehr bilan. Bahorda siz nimalarni amalga oshirmoqchisiz? Qanday rejalaringiz bor? Maqola yozmoqchiman. Eng katta qiladigan She'r yozib turasizmi? She'r yozmayman-u, lekin Zulfiya xonimni bitta she'rini juda ham yaxshi ko'raman. Aytib bering. Albatta. Shoir sevgan o'lka ko'ksida xushbo'y bahor kezib yuradi. Ne bog', hatto qoya ustida o'rik oppoq bo'lib gulladi. Juda ham ko'p gulladi o'rik, zero cho'llar bog' bo'lib ketgan. Hamma yerda ochilgan quruq, yurtim xalqi guliston etgan. Sizchi, ijod bormisiz? Ijod qilib turasizmi? She'rlar bilan hamnafasmisiz? She'rlar o'qiyman, lekin yozmayman. Eng yoqtirgan she'ringizni aytib bering. Siz hamma dugonangizga o'xshab. Tamagirni tortqinlab, nafs qo'ymas dedilar. Nokas o'zi to'ysa ham, ko'zi to'ymas dedilar. Bog' bir yorug' olamga kimlar zo'rg'a kun ko'rar? Odami bor bog'dagi bulbuldan ham pul so'rar. Yolg'on dunyo bu dunyo, arzon dunyo bu dunyo. Ne hokimbeklardan qolgan dunyo bu dunyo. Kiprikdan ham qisqadir mol va dunyo yo'llari. Ibrat bo'lsin Iskandar, ochiq ketgan qo'llari. Uzat deysan, ber deysan. Hech to'ymading odamzod, tuya to'ydi, fil to'ydi, sen to'ymading odamzod. Shukr qilar hattoki qumursqa parrandalar. Shukr deysan sen qachon, xoms yemgan bandalar. Bu 3 kunlik dunyoda savlatingga kerilma, qasr qurma, bog' qoldir. Davlatingga kerilma, o'z elingni qaqshatsang, xor bo'lasan o'zing ham. Bir kun shu el mehriga zor bo'lasan o'zing ham. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Men keldim. Iltimos. Men birinchi salom berdim. Kim salom? Sovdanmi buzyapsiz, Farida? Kim birinchi salom berdi? Siz Ana, kimga intervyu berasiz? Bunga boring. Yuragim ey senga rahmim kelib ketdi. Boring, bo'ling. Xafa bo'lmaysiz. Xafa bo'ldilar-ku. Ana buni yozib yotuvdingiz. Bo'pti, sizga ham ikkalangizga ham intervyu beraman. Ismingiz nima? Aziza. Men omad insonga qarang, ko'rsatuvimiz oxirgi yakunlanib qoldi. Eshitdingizmi? Farida aytvoramizmi bularga? Nimani aytaram? Onajonlar bilan xolalar aytgan gap. Qaysi gap? Yerga berib yuboraman, shunda jonim yetadi deyaptilar. Endi bo'ldi, ketarkan. Onajon shunday deyaptilarmi haqiqatdan? Ha, menga aytishdi. Na ish qilishni biladi deyapti. Farida, men rostdan sizni qizingiz bo'lsa shunaqa. Yerga berib qutilardingiz-da. Ovqat qilmaydi. Mana dugonasi bilan u yoqqa borib, bu yoqqa pul ishlatadi. Qani sizni asabingizga tegmayaptimi bu bola? Tegayapti. Javob qaytaring, nimadir. Ya. O'zingiz qachon o'ylanasiz? Tegasiz. Yo'q. Ko'rdingizmi? Hech kim tegmayapti. Qachon? Basagan u menda. O'rlayvermang, mening ham uvolim bor. Yana yedisam bor. Nima olib otsam bo'ladi? Yana savolim bor-da, sizga o'z ko'rsatuvimizni ko'rasiz. Ha, har doim. Rostdan. Rostdan. Vaqtingiz bo'ladimi? Uyda paytim ko'rib turardim, hozir o'qishga kelib vaqtim yo'q. Xorazmdanmisiz? Turkmanistonda. Turkmanistondanmisiz? Turkmanistonda tomosha qiladilarmi? Kelib o'qiyapsiz. Oilaviy ko'ramiz? Ha, kelib o'qyapman. Farida, nima yo'qligingizni ko'rishadi. Bu yerga borish kerak ekan, Abbos Turkmanistonga. Qachon borasiz? Qachon boraylik? Ya buni olib bo'lmaydi. Nimaga? O'g'ri kechadi buni. Kim nima qilma? Sizchi? O'sha qizni topamisiz? Men kimga kerak? Shu yuzim bilan siz o'g'irlarmi deydi. Yo'q, hech qachon. Bola o'g'irlasa, pul bilan qaytarib olib kelib beryapti, uyda kerak. Xo'p, mayli, gap qisqa qilamiz Abbos. Xayrlashishimiz kerak. Birinchi bo'lib siz xayrlashib berasiz tomoshabinlar Undan oldin Turkmanistondan kelibdilar. Mana ota-onalarga ular ko'rsatgan bo'lsa, qani ularga salom yo'llab, yaxshi ko'rishlarini bitta aytsinlar qani. Ko'rsatuvimizdan foydalangan holatda. Assalomu alaykum oyijon, dadajon, sizlarni juda yaxshi ko'raman. Sog'inib yig'ladingizmi ularni? Ha.
Boshda kelgan paytlarim 1 oycha. Oyingiz qaysi ovqatini hozir sog'indingiz? Qani hozir mana iftorligi osh. Qaysi tanbehlarni eslayapsiz? Ha, nimadir gap ko'p. Odam bo'lmaysan, sen qiz berdilar. Qonundan to'g'ri aytganingiz. Men qo'shilaman sizga. Odam bo'lyaptilar, nega unaqa deyapsiz? Odam bo'lyapman, men o'qiyapman. Mana o'zlar kimsiz? Jaduga kim bo'lasiz? Qarindoshim. To'g'risi ham onajonlar yaxshi yolg'on gapirmaydi. Onajon har doim haq so'zlaydi, odam bo'lmaydi. Hop, mayli. Urardim hozir. Bitta urardilar, qaraychi. Hammaga tinchlik bo'lsin, menga omad, sizlarga omad berursin, xudo keyingi erga tepki telik qo'ying. Va rost bo'lardi ursiz. Ko'rasizmi, shunday bolani urib bo'ladimi, qarang. Shunday chiroyli bolani urib bo'ladi, ko'rdingizmi? Tamom. Mana marhamat, xayrlashamiz azizlar. Mana shunday ko'taring kayfiyatda ikkita qiz meni hozir o'rab olib gap otyapti, ko'ryapsizlar. Lekin men tezroq ketmasam bu qiz hozir bilmadim, qo'limdan yetaklab olib ketib qoladi Turkmanistonga. Turkmanistonlik kuyov bo'lasiz. Ani kelin o'g'irlash marosimini eshitganman, lekin hozir kuyov o'g'irlash ko'rishingiz mumkin baringlar. Yelkasi go'rt olib ketyapti bu qizman. Shuning uchun azizlar, tezroq xayrlashamiz, sog' salomat bo'linglar. Ertaga ko'rishguncha charchamanglar. Gapiring, marhamat. Bunchalar zo'rsan deyish kerakmi? Ya, xayr. Xayrlashing. Xayrlashdimi? Xayr. Salomat bo'linglar. O'zingizlar omon bo'linglar. Agar bugun ham biz sizni kayfiyatingizni ko'tara olgan bo'lsak, biz juda ham mamnunmiz, xursandmiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Bo'ldi, tegmang menga, o'g'irlab ketmang mana. Rasmga tushsak bo'lmaydimi? Rasmga. Keling endi.